Qayerda tibbiyot qoloq bo'lsa, o'sha yerda farmakologik biznes gurkirab rivojlanadi. Vrach yozadiki, dorixonalar ko'p bo'ladi. Bizlarda amaliy tibbiyot ham, ilmiy tibbiyot ham xarob ahvolda. Talabga javob bermaydi. Lobbizm paydo bo'lgan. Bosh mutaxassislar sotib olinadi. Mana glavniy nevrolog, glavniy kardiolog, bosh terapevtlarda konferensiyalar o'tkaziladi. Konferensiyalarni bizlarda farm kompaniyalar o'tkazib beradi. Siz doktor kafedra mudiri bo'lsangiz, kattaroq lavozimda bo'lsangiz, Sog'liqni saqlash vazirligida bosh mutaxassis bo'lasizda, sizga ma'lum miqdorda pul berishadi, buni hech kim ko'rmaydi. Keyin sizni chet ellarga konferensiyalarga yuboradi va har yili, masalan, 1,5 mingta mana nevropatolog bo'lsa, ular yig'iladida, o'sha kafedra mudiri yoki bosh mutaxassis dorini o'qiydi. Nomiga insultni yoki kasallikni o'qib oladi. Ketidan haligi dorini o'qiydi, miyasiga singdiraveradi. Singdiraveradi. Keyin yoshroq ikkinchi pog'onadagi dotsentlar yoki ikkinchi, uchinchi pog'onada turadigan professorlar o'sha farm kompaniyalar bilan siz bilib ham o'tirmaysiz, yaxshigina aloqa qiladida Toshkentdan borib viloyatlarga leksiya o'qiydi. Skrit reklama degan narsa bor. Insultni masalan o'qib keladi, birinchi gal mana bu dori zo'r deydi. Xuddi shu leksiyasini boradida Buxoroda o'qiydida, o'qib keladi, boshqa dorini aytadi. Dorixonalarni kamaytiradigan birinchi masala tibbiyotga juda katta pul ajratish kerak. Juda katta. Mana kecha 350 mingta qo'yga 100 million dollar ajratilgan bo'lsa, o'sha 100 million dollar tibbiyot institutlariga, tibbiyot institutlarida o'qitish xarob holatga kelgan. Davlat больницаlarida xuddi xususiy klinikalardagidek ta'minot yo'q. Mana bizlarga orta koronavirusni shuntiruni keldi. Xudoga shukr, mana o'zimizda qilinyapti. Uni qilib bo'lgandan keyin qonni sultiradigan bitta dori bersa bo'ldi. Chet elda shunaqa. Bizda 9 ta dori yozadi. Hozir men oldinroq aytdim, mana Rossiya strana metabolikov deb. Ya'ni metabolizmni yaxshilaydi, moddalamashni yaxshilaydi u budima. Doktorlarni, talabalarni savodsiz holatga tushirgan asosiy omil bu davlatning o'zi. Vrachlarni aytilgan summagacha ko'tarmasa oylikni, kafedralarda o'sha Yevropadagidek tibbiy ta'limni yaxshilab ko'rsatib bera olmasa, masalan, uni nimasi yo'q, foydasi. Dokazatni meditsina degan narsa bor. Dalillarga asoslangan tibbiyot. Har qanday dori 4 ta kategoriyaga bo'linadi. Birinchisi A kategoriyaga kiradigan dorilar. Bu 100% ta'sir doirasi ko'rsatilgan. Mana ishemik insult oddiy olamiz. Operatsiya qilinadi, ketidan oddiy konsultrin dori beriladi, chiqib ketadi u. Men oldinroq ham aytdim. Altiplaza degan dori bor, uni 1000 ta turi bor. Bizda 70 million 80 mingta insult bo'ladi. Insult bo'lgan zahoti bir donagina ampula. Shuni o'sha zahot venadan yuborsa, lekin MSQTga pul ketadi, skoriy pomoshi benziniga pul ketadi. O'sha vrachga shuni kapelni yuborsa 3 soatda oyoq qo'l ishlab ketadi. Qiyinmi shuni hatto Toshkentda yo'lga qo'yish? Endi qarang. O'sha chiqishdan keyin keldi. Hozir men hisobladim o'zim. 80 million, 90 million so'mgacha pul ketadi. Insultni oddiy doktor 3 soatda davolash kerak. Bitta ampula bilan 500 dollar turadi o'zida. Umrbod 70 55 yosh, 60 yoshda insult bo'lib qolyapti. Keyin umrini oxirigacha davolayveradi, yana keladi. O'sha nevrologlarimiz mana nimalar o'qiyveradi, anoni qiling, buni qiling. Ana endi qarang, mana shu narsalarga qarash kerak. Tibbiyot institutlarida, o'sha Latviyada, Pribaltikada, keyin Gruziya bilan Ozarbayjon ham buni kiritdi. Ular dokazatli meditsinani kiritdi, A, B, C dega bo'ldida, ana D gruppaga kiruvchi dorilar, ta'sir doirasi yo'q dorilar. Chiqazivordi. Rinokdan o'z-o'zidan yo'qoladi. Agar 3-kursdan biz dokazatli meditsinani o'qitsak, to'xta, kim o'qishdan qattiqnazar mana shuni qildi deb. Kerak bo'lsa, yuridik tomondan o'ylab ko'rish kerak. Yaxshi bir nezavisimiy ekspertlar familiyasini yozmasdan, har qanday tibbiyotga bag'ishlangan konferensiya tugagandan keyin mana prokuraturaga shug'ullansin, ekspertiza bering. Mana shu domla aytgan narsa to'g'rimi? Yana bitta narsa. O'sha domlaning leksiyasini 3 yil oldingisini, 6 yil oldingisini, 1 yil oldingisini solishtirib ko'ring. Domla, tepada bunaqa belgilarni yozgansiz, anigal bu dorini o'qidingiz, nega endi buni o'qiyapsiz? Ularni hech kim, mana bizlarni hech kim sudit qila olmaydi. Nevrologning xatosini nevrolog, ginekologning xatosini ginekolog topa oladi. Uni prokuratura ham topa olmaydi. Mana shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Keyin yana bitta narsa, mana 100 mingta kasallik bo'lsa, 50 mingtasi psixosomatik kasallik. Psixosomatik bu nima umuman o'qitilmaydi. Arzimagan soat o'qitiladi, bosh og'rib keladi. U psixologik bosh og'riq.
Yana yozadi 9 ta 10 ta dori. Yurak og'rib keladi. 80% psixogen yurakdagi og'riq. Bittagina dori bilan tuzaladi. EKG qilding, yo'q, senda toza. Yo'q, keldimi? Mayda-mayda dorilarni yozib tashlayveradi. Demak, 3 ta narsa. Birinchi, moddiy texnik bazani o'zlari tuzatsin. Ikkinchisi, psixosomat meditsinani rivojlantirsin. Mana bu haqdagi prezident farmoni loyihasini senatga ham berganman, oliy majlisga ham berganman. Qancha dori ko'p yozilsa, shuncha bemor tuzaladi. Qancha kasallik og'ir bo'lsa, shuncha uni ko'p dori yozish kerak degan savodsiz aqidani deb har konferensiyada yosh magistrlar miyasiga quyaversangiz, albatta dorixonalar ko'p bo'ladi.